O'shda elektr yorug'ligiga bo'lgan cheklovlar olindi. Shahar meriyasining ma'lumoti bo'yicha elektr simlariga kuch kelganligi bois cheklov 28-oktyabrda tungi soat 12 dan tongi 6 gacha kirgizilgan edi. Biroq Qozog'iston bilan elektr energiyani sotib olish bo'yicha so'zlashuvga erishilganligi bois cheklov olindi. Hozirda aholiga energiya yuzilishlarsiz berilmoqda. Ammo O'sh shahridagi ayrim rayonlarda yorug'lik bir qancha soatdan o'chirilmoqda degan ma'lumotlar aytilmoqda. Qirg'izistonda 113 ming gektar ekin maydoniga uylar solindi. Unda 46 mingga yaqin oila istiqomat qiladi. Bunday ma'lumotni ekologik texnika xavfsizlik bo'yicha inspeksiyadan bildirishdi. Ma'lumotga ko'ra, Chuy oblasining So'qluq va Alamudun rayonlaridagi ekin maydonlarini bosib olib, xususiy uylarni solib olgan. Bundan tashqari transformatsiyadan chiqarib berish talabini qo'ymoqda, deydi inspeksiyaning mutaxassislari. Biroq ekin maydonlarini transformatsiyalashga moratoriy e'lon qilingan. Qirg'izistonda nodavlat tashkilotlarning soni 16 mingga yetdi. Bu haqda strategik tekshiruv bo'yicha Milliy institutdan bildirishdi. Ma'lumotga ko'ra, ro'yxatga olingan tashkilotlarning mingga yaqinigina faol ish olib boradi. Nodavlat tashkilotlarning xodimlari asosan Bishkek, O'sh shaharlariga e'tibor qaratishadi. Ular ko'proq chet ellik tashkilotlar yoki sarmoyadorlarning yordamida faoliyat olib borishadi, deb qo'shimcha qildi Milliy institutdan. Eslatib o'tsak, parlamentda nodavlat tashkilotlarni ayg'oqchi deb atab, ularning moliyaviy va boshqa tadbirkorlari to'g'risidagi davlatga hisobot topshirish taklifini ilgari surishmoqda. Ammo fuqarolik jamiyat vakillari bunga qarshi chiqib, xalqaro tashkilotlar orqali Qirg'izistonga keladigan yordamlar ozaysa, ijtimoiy muammolar ortishini taxmin qilishmoqda. Milliy xavfsizlik davlat xizmatining ma'lumotiga ko'ra, 175 nafar qirg'izistonlik Suriyaga ketgan. Ularning 10 ga yaqini o'sha yerda halok bo'lgan. Yana 3 nafari Suriya hukumati tomonidan qo'lga olinib, o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin. Ayrimlarining ota-onalari hamda farzandlari qarovsiz qolgan. Hozirda Suriya hukumatida qo'lga tushgan Shuhrat Bobojonovning dadasi uyda uning 3 farzandi qolganini aytib, xalqni aldanmaslikka chaqirmoqda. Bu orada O'shda ekstremizmga qarshi kurashish bo'yicha Jo'g'ri kengashning ko'chma yig'ini bo'lib, Suriyaga jalb qilinayotgan yoshlarni ushlab qolish uchun din sohasida bo'limli insonlarning yo'qligini aytishdi. Qirg'iziston musulmonlar muftiysi Maqsad Hoji To'xtamushev yurtimizdagi barcha imomlarga imtihon bo'lishini e'lon qildi. Qirg'iziston janubi diniy ekstremistik tashkilotlar ta'sirida qolgan hudud qatori sanaladi. Jalolobod oblasining Suzoq rayoni, O'sh oblasining O'zgan, Qorasuv, Aravon, Novqot rayonlari, O'sh shahri hamda Batken oblasining Qizilquya shahri diniy ekstremistik tashkilotlar ta'sirida qolgan. Qirg'iziston bo'yicha Suriyaga ketganlar soni 175 nafar odamni tutsa, undan 90% shu oblastlarga tegishli. Ular orasida 3 odam Suriyada halok bo'lgan. Yaqinda 3 qirg'izistonlik Suriya hukumatini tutquni bo'lganini Rossiyaning birinchi kanali aytib o'tdi. Тоже Россия тоже. Киргизия везде установили хилафат. Биздин максат бардык жерде шарият мыйзамын орнотуу. Орусияда да, Кыргызстанда да, Сирияда да согуш бүткөндөн кийин бардыгыбыз өз өлкөбүзгө барып, өз өлкөбүздө халифат орнотобуз. Алар мени ашпозчу кылып коюшту, анткени биздин өлкөдө тамакты даамдуу жасашат. Мен сыртка чыккан учурда автомат беришет. Во дворе дают мне автомат. 4 rashka, 1 avtomat daydi. Bundan bir hafta oldin Qorasuv rayoni Narimon qishloq hukumatining 93 yoshdagi yashovchisi Fazilatxon Teshayeva o'z farzandi oilasi bilan Suriyaga ketganini aytib, ularni qaytarish uchun kuch xizmat xodimlaridan yordam so'ragan edi. Bugungi kunda esa Suriyada qamoqda o'tirgan Shuhrat Bobojonovning otasi xalqqa murojaat qilib, o'g'lini yo'ldan ozdirganlarga la'nat aytib o'tdi. Shuhrat o'g'lim Suriyaga ketib, Suriyaga da qamoqda o'tiribdi. Eller, eshitinglar, bilinglar, buniki ishlab qilmanglar, kim ashliqa ishlab qilsa harom bo'lsin. Meni o'limdaqa hech kim bo'lmasin. Bu arada internetda Suriyadagi jang maydonida ishtirok etayotgan niqobli odam yaqin orada O'zbekiston hamda Qirg'izistonda ham qon to'kishlar bo'lishini aytib chiqdi. Biz Shom diyorlarida turibmiz, jihod diyorlarida. Inshaalloh mana Suriyani oz-ozdan fath qilish boshladik, biiznillah inshaalloh. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston diyorlariga inshaalloh yaqinda kirib boramiz, biiznillah. Milliy xavfsizlik xizmati xavf borgan sari ortib borayotgan tendensiya sababli Jo'g'ri kengash deputatlari O'sh shahrida ko'chma yig'in tashkil etib, qo'poruvchilikka qarshi kurashish yo'llarini muhokama qilishdi. Unda Davlat din komissiyasining rahbari O'rozbek Moldaliyev yoshlarning Suriya tomonga ketishiga noto'g'ri da'vatlar sabab bo'lyapti degan fikrda. U qo'poruvchilik ideologiyasiga islom ideologiyasini qarshi qo'yish taklifini kiritdi. Ideologiya bilan kim kurashish kerak? Ideologiya bilan mamlakatlik, mana yoshlar ministrligi bor. O'shanda bu mamlakatning ideologiyasine bular ishonmaydi. Bilasizlar. Buga mana bizning din ishlar boshqarmaligi
жақсылап қолдау көрсетсек, жақсы білімді молы ваххабизмнің идеологиясына қарсы бүгін жақшыныққа айырылып тұрып, мойырға алып келтіріп айтыстырсақ, ancha-muncha odamlar chiqadi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, Suriyaga ketgan yoshlarni diniy bilimi oz. 74 yillik Sovet davrida esa dinchilar oz bo'lgan. Mustaqillikka erishgandan so'ng Qirg'iziston diniy jamiyat qoshiga bilimi sayoz odamlar kelib qolgan. Tashqaridan kelgan ekstremistik oqimlarga qarshi qiladigan dinshunoslar kamligi yoshlarni boshqa oqimlarga kirib ketishiga sabab bo'lmoqda. Qirg'iziston musulmonlar din boshqarmaligining muftiysi Maqsad Hoji To'xtamushovning so'zlariga ko'ra, hozirgi holatni izga solish uchun har bir imomni qaytadan attestatsiyadan o'tkazish kerak. Biz aldına ala sorulardı berdik. Dini Hanafi mazhabga layıqtı. Jana hökümetin bizde mamlaketke tiyişeli svetskiy sorulardı da berdik. Anan bu attestatsiyani murdan attestatsiyaya qaraganda ayırmaçılığı murda özümüzdün ile ошол din xizmatkerleri attestatsiya alат эле. А бул жерде Коргоо кеңешинин да бир мүчөсү бар, Коргоо кеңешинин секретарият мүчөсү бар, din комиссиясынан 2 мүчө бар, алдындар кеңешинин ошондой кылып 8 адамдан турган. Oda kalsa komissiya жақсы алып берет деп ойлойбуз. Анан экзамен соңу bunday болгон эмес. Milliy xavfsizlik davlat xizmatining mahalliy boshqarmaligi ma'lumotiga ko'ra, Suriyaga ketganlarning umumiy soni 175 nafar odamga yetgan. Ularning 90% 25-29 yoshdagilarni tashkil etadi. Ketganlarning 23 tasi ayol kishilar. Hilol Ashurova, Idris Isakov, Azam Buzrikov, Intimaq. Batkendan noma'lum shaxslar 61 yoshdagi tadbirkor Abduqutuz Shukurovning uyiga bostirib kirib, o'zini va ayolni pichoqlab ketgan. 2 yoshdagi nabirasini kaltaklagan. Voqea 16 noyabr kuni sodir etilgan. Jabrlanuvchilar oblast kasalxonasida davolanmoqda. Militsiyaning ma'lumotiga ko'ra, Abduqutuz Shukurov odamlarga foizga pul beradi. Uning oilasiga hujum qilganlar qarzi bor kishilar bo'lishi mumkin ekanligi taxmin qilinmoqda. Voqea bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'aldi. O'sh shahriga trolleybuslarni sotib olish uchun jahon tashkilotlarining biri 10 million yevroga yaqin mablag' ajratadi. Bunday ma'lumotni Moliya ministrining o'rinbosari Arzibek Xo'joshev Jo'g'ir kengashning tarmoq komiteti yig'inida bildirdi. Xo'joshevning ma'lumotiga ko'ra 9 million so'mga yangi trolleybuslar bilan avtobuslar olinadi. Bundan tashqari infrastrukturani yaxshilashga ham mablag' qaraladi. Mablag'ning bir qismi grant, ikkinchisi nasiya turida beriladi. Undan 12 yil ichida qutulish muddati ko'rib chiqilmoqda. Jalobotda yong'oq festivali o'tadi. Festivalning maqsadi kamayib ketayotgan yong'oq o'rmonlarini saqlab qolishga, jamiyatning e'tiborini jalb qilishga va hosilni jahon bozoriga olib chiqishdir. 22 noyabrga belgilangan tadbirni hukumatning oblastdagi vakilligi Agrolid ishxonasi bilan birga xalqaro tashkilotlarning ko'magi bilan o'tkazadi. Yong'oqlarning turlari ommaga taqdim etiladi. Jalobot oblastida so'nggi yillarda yong'oqni o'tin qilish maqsadida kesish kuchayganini, agar ahvol shunday davom etsa, 40 yildan keyin o'rmon yo'qolib ketishi mumkin ekanini ekologiya tarmog'idagi mutaxassislar ta'kidlab kelishadi. Hududdagi 19 ming gektar o'rmonning 4,5 ming gektarini yong'oq